Ana endi 2 ga ajratib ishlab bo'lganimdan keyin mana bu ikkita javobni birlashtirib yozaman. Mana bu ikkita javobni. -16 kichik x, x kichik 2 chiqdi bizda. Mana yozib oldim. Endi bu ikkalasini birlashtirganimizda -16 ni yozaman. Mana bu kichik yoki teng, mana bu belgini yozdim. X va mana bu yerda yana x bor. Buni yana qayta yozmaslik uchun bitta qilib yozdim. Keyin kichik yoki teng belgisi 2. Ya'ni buni ma'nosi nima degani? -16 dan 2 gacha bo'lgan sonlar mana shu x ni javob bo'la oladi degani. Boya aytganimdek, mana bu tepasini yopsak, mana bu tenga o'xshab qoladi. Ya'ni bu nima degani? X ni javobiga -16 ham kiradi degani. Agar tagidagi mana bu shu chiziqcha bo'lmaganda edi, 16 kirmasdi. Bunda ham xuddi shunday tepasini yopsak, teng belgisi keladi. Endi buni ham ma'nosi x ni javobiga 2 ham kiradi degani. Xullas, soniq chizamiz. Bu tarafda -16, -15, -14, -13, -12, -11 bula va o'rtada nima turadi? O'rtada sudyamiz 0 turadi. Toki -1 gacha minus sonlar, manfiy sonlar turibdi. -2, -3, mana bu qismni yozmadim. Va bu tarafda 2 gacha. Sudyamizning o'ng tarafi plus sonlar. +1, +2. Bularni hammasi sizga javoblarga kiradi. 0 ham kiradi. Buni qisqacha qilib yozadigan bo'lsak, -16 dan nuqtali virgul +2 gacha. Endi qavusga ham alohida e'tibor bering. Qavuslar ham matematikada gapiradi. Agar mana bu to'rtburchak qavus bo'lsa, mana bu 16 javobga kiradi degani bo'ladi. Agar to'rtburchak qavus qo'ymasak, mana bu va mana bu kirmaydi. Mana bu oddiy qavusimiz bor-ku, mana bunisi. Buni qo'ya olmaymiz. Agar buni qo'ysak, mana bu 2 kirmaydi degan ma'noni bildirib qoladi. Javobim shunday: -16 dan 2 gacha bo'lgan sonlarning hammasi x ga taalluqli degani.